Albatta, jasadda bir parcha go'sht bor. Qachon u solih bo'lsa, jasadning hammasi solih bo'ladi. Qachon u buzuq bo'lsa, jasadning hammasi buzuq bo'ladi. Albatta o'sha narsa qalbdir. Qalbni buzuvchi narsalarning eng kattalaridan biri qalbni Allohdan o'zgaga bog'lanib qolishi. U zotga tavakkul qilmaslik, behuda orzu-havas, dunyoda boqiy qolishni istash, qalbi o'lganlar bilan ko'p aloqada bo'lish, ko'p kulish, ko'p yeb ichish va ko'p uxlashdir. Qalb ham xuddi tana hassalanganidek hassalanadi. Uning shifosi tavbadir. Qorin ochganidek och ham qoladi. Uning taomi va ichimligi Allohga bo'lgan muhabbat va u zotga qaytishdir. Badan yalang'och qolganidek, u ham yalang'och qoladi. Uning libosi taqvodir. Alloh taolo taqvo libosi ana o'sha yaxshidir deb marhamat qilgan. Temir zanglaganidek u ham zanglaydi. Istig'for bilan uning zangi ketkaziladi. Alloh taoloni zikr etish qalbni xotirjam qiladi va yumshatadi. Qalb zikrdan to'xtasa, Allohni eslamasa, nafs harorati va shahvat otashi alanga oladi. Natijada qalb qotadi, quriydi, a'zolar ham qalbga itoat etmay qo'yadi. Demak, Robbimizning huzurida eng e'tiborli narsa bu bizning qalbimizning salohiyati ekan. Kim Alloh taolo huzuriga sog'lom qalb bilan borar ekan, najot topadi. Azizlar, qalb biz bandalarga Robbimiz Alloh taolodan berilgan omonatdir. Omonatni salomat qaytaraylik.